Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar. Bo'libmi Amerikadagi Uyg'ur qarindoshlar. Inshaalloh yaxshi turgansizlar. Bugungi chiqishimdagi maqsad o'zinglar bilasizlar, Amerika Uyg'ur birlashmasiga o'zimni kandidat qilib ko'rsatgandim. Bir oydan burun mencha 45 kun bo'ldimki, Amerika Uyg'ur birlashmasining rahbarlari Virginiyada saylam komitetini saylab chiqqandi. Saylam komiteti 10. ayning 26. kuni saylam bo'lganligini bekitgan edi. Saylamga o'zini kandidat qilib ko'rsatish uchun 10. ayning 15. kungacha muhlat berilgan edi. Men 10. ayning 15. kundan 14. kuni deyman. O'zimniki kandidatlik imamni to'shqizib saylam gruppasiga avatdim. Ahadlikka kech soat 5:30da bizningki Virginiyadagi Uyg'ur markazimizda inshaalloh akşam Uyg'ur yemegidan keyin, tomoqdan keyin qarindoshlarimizninki bo'libmi, Amerikadagi Uyg'urlarningki bo'libmi, Washington DC atrofida yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimizninki kelib faoliyatimizga qatnashib berishini umid qilaman. Chunki bu faoliyatimizda meningki qanday qilib Uyg'ur Amerika birlashmasiga o'zimni nomzod qilib ko'rsatdim. Bundan burun qilgan xizmatlarim, bundan keyin inshaalloh Amerika Uyg'ur birlashmasining nomi altida Uyg'ur xalqiga bo'libmi, Amerikadagi Uyg'urlarga, anandan keyin vatanimizda jazo lageridagi Uyg'urlarga qilmoqchi bo'lgan, ularga qilmoqchi bo'lgan xizmatlarim va planlarim haqida o'zimningki ko'z qarashlarimni, planlarimni xalqimiz bilan o'rtoqlashmoqchi. Chunki Quzat Altayga bilet tashlaymiz yoki biz palonchiga bilet tashlaymiz deyishdan burun nurg'un demokratik davlatlarga o'xshash madaniy davlatlarda kandidatlar o'zininki planlarini, projektlarini o'tirib qo'yib, xalqdan bilet talab qiladi. Men shuni ko'z tutib, xalqimiz bilan o'zimniki planlarini o'rtoqlashmoqchi. Ham bizniki guruhdagi bo'libmi, board member deymiz hamda. Deymiz Uyg'urchada qo'ydi uni. Board member davri bo'ldi. Bizning board memberlarini xalqimiz bilan yuz ko'rishtirmoqchi inshaalloh. Kelib qatnashib berishinglarni umid qilaman. Bu bir. Ikkinchisi, bo'libmi ma'u kallasida savoli borlar, acaba Quzat cho'nglar qanday muomala qilar, palonchi guruhga qanday muomala qilar, ma ishga nisbatan ko'z qarashi qandaqdir, bayroqqa nisbatan ko'z qarashi qandaqdir, mustaqillikka nisbatan ko'z qarashi qandaqdir deydigan savollar borlarningki kelib savollarni so'rashni umid qilaman. Agar boshqa kandidatlar bo'lsa, ularning kelib o'ziniki plan va projektlarini adil bir şekilde oturup qo'yishni umid qilaman. Savoli borlar kelinglar inshaalloh, savoli yo'qlarmi kelinglar, qo'llaydigan, qo'llamaydigan, qarshi turadiganlar bo'lsa kelinglar, chunki shu yerda biz sizlarningki savolinglarga javob beramiz. Ahadlik 2 soat 5:30da normalda Uyg'ur Entrepreneurs Network deb bilingan bizniki Fairfax'dagi markazda hammalarni saqlaymiz inshaalloh. Kech tomoqdan keyin ko'rishaylik. Allohga emanet. Hambakrab qo'yasizlar. Xo'sh. Şem Allah hayırlı olsun.